Narx-navolari shu 900 mingdan 1 million 100 gacha bo'ladigan bo'lsa, dastlabkalarini o'zlaringdan bo'ladi. Chunki hozir 1 million 200 mingning dastlabkasining ichiga qo'shilmagan 50 ming so'mdan 170 ming so'mgacha O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bepul. Keyin hozir Assalomu alaykum, yangi biznes YouTube kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 5-iyun 2025-yil, 2024-yilda trend bo'lgan pechkamiz, ekonom pechkamiz. Farg'ona viloyati Kibigili shahridamiz. Assalomu alaykum, mana aka. Charchamayapsizmi? Sevimsiz aka. Qalay aka, sezonlar boshlab oldilar yana. Boshladi, Xudo xolasa. Aksiya qitashadi aka. Aksiya boshlandi. Aksiya qitashadi. Narxlar tushirib yubordik. Narxlar tushdi. Qishga qaraganda ancha tushdi. Ha, qishga qaraganda ancha. Necha pul tushdi endi? 250 mingdan tushdi. 250 mingdan mana hozir sezon bo'lmagani uchun 250 ming so'mdan ommaviy temirlar ko'tarilgan. Birinchi maydan svet gaz ko'tarildi, lekin sizniki naborot tushdi narx-navo. Narxlar tushirdik. Endi buni pozitsiyalari bor ekan, bir qator aytib tushuntirib nima qilib berasizmi? 3 xil 4 xil pozitsiyasi bor aka. O'shanga qarab narxlari 900 mingdan 1 million 100 gacha. 900 minglik pechkangiz qaysi endi? 900 minglik pechkamiz mashinasi standartda. Standart pechka. 900 minglik. Xo'p, 1 million 100 minglik qanaqa bo'ladi? 1 million 100 minglik pul bo'ladi. 1 million 50 minglik Mana suppali bo'ladi. Tepasida guli ham bo'ladi. mana shu kuzatuvchilar suppa degani orqasiga mana paqib chelak qo'yib qo'yaverasiz tapchani bilan. Guli bilan bo'ladi, aqa-baqa ketib qolmaydi. 1 million 50 ming so'm bo'ladi. Agar 50 ming so'm qo'shilsa, bu tepalariga mana shunaqa guldan yopishtirib beriladi. 1 million 100 ming bo'ladi. Dastlabkasi o'zidan mijoz. O'zidan. Pechka narxi bu. qanchadan qanchagacha? 900 mingdan 1 million 100. Yo'q, dastlabkasi. Dastlabkasi 150 mingdan 200 minggacha. Vodiy ichida bo'lsa, vodiy ichida 50 mingdan 100 minggacha. Ha, 50 mingdan 100 minggacha. Agar uzoqroq bo'lsa 150 mingdan 200 minggacha 3 kun ichida yetkazib berasizmi? 3 kun ichida yetkazib beramiz. Tojik, Qirg'iziston, Tojikistonga ham yetkazib beramiz. Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham yetkazib beriladi. Va kargo bor ishlayapti mana o'zimiz Farg'ona shahrida. Ishlaganmiz, o'tgan yil milliard yil ham ishlaganmiz. Mana bu yangilik emas, o'sha birinchi ishlab chiqarilgan joyida turibmiz. Ixtiro qilingan joyi. Lazbek akamiz sexidamiz. Hammasi bu mash apparatlarda chiqadimi aka? Ha, lazer apparatimiz, bittaga bukka qo'llar ishlayapti. Ishlar toza. Как zavod ekanda? Ha, zavod. Nimada quyiladi? Ishimizga javob brend bor. Garantiyasi qanaqa? Garantiya beramiz, tutamasligiga, effektiga garantiya beramiz. Svarkalariga, hammasiga. Svarkalariga, unaqasiga garantiya beramiz. Agar garantiyamizdan nima bo'lsa, qaytarib olamiz. 100% to'lab, rasxodlarigacha to'laymiz. Zo'r aka. Xo'p, turbalari 100 li turba. Bozordagi o'sha luboy karnay turbani tushaveradi ana shu. Tushaveradi. Necha likdan o'lyapti? Tepasi 2 lik. Ha. Bonkeri 208 lik, 3 lik deyiladi, 208 lik bo'ladi. Ichida ham o'tayotgan joyini divaynga qilib qo'yganmiz 208 likdan. 5-6 lik bo'ladi. 5-6 lik. Mana rasion ekan joyi. Ha. Ungacha narx qo'shilib bo'ladi. O'sha narx ichida u ham. Buni narx ichida. Bu ichida qiymatli latoy bo'ladi. Ha, bor. Olib turib, tashqariga olib chiqib to'kaverasiz. Simi bor. Qaytib tozalaydi hozir. Simi ichida olib 15 kun 20 kunda mana bor ekan o'zi. Tozalab qo'yib ketaveradi. Hammasi 100% ichida bo'ladi, o'sha pul ichida. Hammasi komplekt ichida. Ichida bo'ladi. Narx-navoga qo'shimcha nimasi yo'q. Yo'q. Bu Anvarjon aka, bu standartda ham 2 xili bor ekan narxi. Standartda bu 900 minglik aka va 208 minglikdan bo'lgan, tepasi 2 likdan bo'lgan. Ha? 950 mingga shu 2 likda, 208 likda divayn o'qiganimiz bor, 50 ming qo'shilib qoladi, ichini qalinlashtirganimiz. 950 mingga xuddi mashina don ekan joyini 2 qavat qilib beradi. 50 ming so'm. 50 ming so'm qochmasalar mashina tavsiya qilaman. 2 qavat deysiz. Chunki har xil ko'mir bor. Ishib olishi mumkin. Yuqoroq bo'lsa, endi kuchli ko'mirda ishadi. Bu ham ishlayveradi. Ishlayveradi, u 5 yil o'yin xizmatingizni qiladi bemalol. Zo'r aka, bu hali ko'rib turibsizlar, zavodda 100 tacha bor aka. Hozircha 100 tadan ortiqroq. Har kun bolalar ishlayapti. Ishlayapti bolalar. Endi ish boshlari ishlayapti. To'xtalish yo'q. Yo'q, to'xtalish yo'q. Siraz mana hozir mashgullarda arzon ekan. Hozirgi kunda. Sezon boshlangan. O'zini o'ziga ishlayapti xolos hozir. O'taynigalar hisobiga ishlayapti. Gap yo'q aka. Ko'ryapman, u briket apparatimiz ham turibdi. Qanchadan aka? Bular 250 mingdan. Dastlabkasi? Dastlabkasi 50 ming. O'zbekiston bo'ylab 50 ming. Ketaveradi. Bu joyga. To'g'ri. Hozir asal buni sezoni bo'lyapti hozir. Ko'mir so'rovchi ko'p juda. Ko'mirni nima? Ko'mirni tezak qiladi, mol go'ngini tezak qiladi. Yoqsa bo'laveradi pechkada. Pechkada yoqsa bo'laveradimi? Bemalol yoqsa bo'laveradi. Sig'adi anaqasi. Sig'adi. Yana bitta nima, buni yangilik qilib kattaroq, buni og'zinicha kattaroq yasayapsizlar ekan? Ha, og'zini kattaroq qilib endi o'shan tizmalarni qo'ydi, bonkeri ham kattaroq bo'ladi, o'tini ham yoqsa bo'ladi. Hozir bu 20 ga 20 lik. 20 ga 20 lik bu bonkeri. 25 ga 25 lik bash telefon qilsangiz. Ha, uni ham chiqadi, bir ikki kunda chiqadi ham. Xudo xolasa. Haligi voha tomonlarda ko'proq o'tinga ham so'rashyapti-da. Ha, o'tinga ham kattaroq bo'lsa, ha, ko'proq o'tin ham sig'adi, uzaradi yonadi. Sig'masa Sol effekt. Ko'mirga ekan bu. Rasxod oz.
Ha, narxi uni hali narx chiqqanmi? Uni narxi ham chiqadi. Keyingi videolarda. Ha, keyingi videolarda chiqadi narxi xolos. Narx-navolarni tanishtirib o'tdik. Qolganini mana shu ko'rsatilgan raqamlarga akamizni yuboraverasizlar. Farg'ona viloyati, Kirgili shaharida mana temir bozor bor. Mo'ljal orientirimiz telefon bu yerda ham ikkita uchtasi pecha qiladi. Mana shu raqamga telefon qilsalaring, ha? Chunki bu yerda ham bor-da boshqa ishlab chiqaruvchilar. Bor. Telefon qilsalaring o'zlari javob berib, xudo xolasa chiroyli qilib ishlayib bitiraveradi. Umarjon aka, sog' Sog' bo'ling, bo'lasiz. rahmat. Salomat bo'lasiz. Obunachilar kanalga obuna bo'lib, like bosib ketasizlar.